Assalomu alaykum. Islom Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli aka-ukalar, mana bugun xudo xolasa yana bir darvozamizni olib kelib o'rnatdik. Bu darvozamizni Toshkent shahar Ohangaron tumaniga olib kelib o'rnatdik. Hurmatli aka-ukalar, 1,5 qavatli darvozamiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Voha tomonlariga kelishilgan holda tayyorlab beramiz, hurmatli aka-ukalar. Ohangaronga Farruh akamning xonadoniga o'rnatib berdik. Xudo bo'lsin endi tog'a darvozalar. Materiallarga keladigan bo'lsa, materiallarga keladigan bo'lsak, stoykalarimiz 2,5 stena 8 bo'ldi, profillarimiz 6x4 1,5 stena, listlarimiz 2lik, ikkinchi qavati ham ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli chiqqan. Xudo xolasa, zamoklarimiz 1 metr ochiladi nimamiz. Zamoklarimiz zo'r zamok, ochilib yopilishlarini ko'ryapsizlar, hurmatli aka-ukalar. 5 talik zamoklari. Darvozamizni razmeriga keladigan bo'lsak, eniga 4 metr, bo'yiga 4 metr bo'ldi, tepasi alohida ochilmaydigan joyi 60 sm bo'ldi. Hamma yo'g'i joyida bo'ldi, xudo xolasa. Hozir bitta darvozani o'zini ham ochib olib ko'rsatib qo'ying klientlarga. Ko'rib turibsizlar mana, hurmatli aka-ukalar, 1 kvadrat metri 950 ming so'm, 1 million so'm tayyorlab beryapmiz. Darvozamizni, mana darvozamizni ochilib yopilishlari. Xudo xolasa juda ham chiroyli chiqdi. Bunday chiroyli darvozalarga Yetganingiz kelsin. Mana orqa holatini ham bitta ko'rsatib qo'yadigan bo'lsam, orqalari polniy silliq, sentr zamok bo'ldi, orqa holatlari. Tepalarini ko'ryapsizlar, mana juda ham chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Eshigimiz bo'yiga 2 metr. Yoparavering tog'a. Mana yopilishlari. Bu darvozamizning o'sha summasi 16 million so'mga olib kelib o'rnatdik, hurmatli aka-ukalar. Kraskalarimiz mokras va matviy kraska bo'ldi. Kraskalarimizga ham garantiya beramiz. Mana hozir tog'am qabul qilish bo'lyapti. Darvozalarni ko'rishib. Hurmatli aka-ukalar, darvozamizni ma'lumot qilib berdik. Agar yana qiziq bo'ladigan bo'lsa, qanaqangi ma'lumotlar kamchilik bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar yoki telefon qilinglar. Xudo xolasa, shu nomerimizda Telegram, WhatsApp bor. Mashina o'tadigan joylari ham shiviller qilib berdik, hurmatli aka-ukalar. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, yana bir bor bitta like bosib, kommentariy o'z fikrlaringizni qoldiraverasizlar. Qo'llab-quvvatlab turasizlar aka-ukalar. Videolarimizni shunaqangi darvozalar izlab yurgan aka-ukalarga, do'stlaringizga videolarimizni jo'natib qo'ysalaring, telefon qilsa chiroyli tayyorlab beramiz.